Shu 45 gradusda osh yegisi kelibdi biznikilarni. Chet elda yashaydigan kelin oshni bilarmikan deb o'ylashayotgandir. Uncha oshmas, dezirani oq tuproq guruchdan shodovur osh qilib beray bir. Voy qo'shnilarga ham qo'shib qilib beray. Uncha seplolmaydi bu guruchni. Men ham uncha kelinmasman-da. O'zi bilasiz, ba'zan kamtarligim uchun hamma xususiyatlarimni ham ochib bera olmayman. Dadajon, oyjon akalamizga toshinglarni teringlar deganda, xo'p bo'ladi deb toshimizni terdik guruchdan. Kelin bo'lib kelganimda hech narsani bilmasdim. Palon ovqatni bilasizmi deb so'rashganda o'rgana olaman deb javob berardim. Rostdan o'rganib ketdim. O'zim mazali ovqatlarni yeb mazza qiladigan odamman. Angliyada 1,5 yilda ham o'xshatolmagan narsalarimni katta uyga haftada bir marta kelib o'rganib ketganman. Qaynonam rosa ham pazanda ayol. Paxta qo'yapti deb o'ylamang. Paxta qo'yishim shart emas, shundoq ham yaxshi ko'rishadi. Xullas, hozir ovqatlarim o'zimga rosa ham yoqadi. Boshida ko'p masalliqlarni uvol qilganman. Hech kim ortiqcha gap gapirmagan. Qaynonam dadangizdan yashirib sekin tashlab oling, boshqa olib kelamiz derdi. Devzira oshni bugun damlashni qaynotamdan o'rganib oldim, to'g'risi. Sahna ortida o'rgatib turdilar. Guruchlari laganda yugurib yuradigan zo'r osh chiqdi. Albatta, yorimga ham oxirida maqtanib yuborib qo'ydik. Toshkent 8-kun meni kuzatganingiz uchun sizga katta rahmat.